24 bob. Hazreti İsa merkezi ibodatxonadan chiqib qaytish oldida turganida shogirdlari uning diqqatini ibodatxona binolariga tortmoqchi bo'lib, uning yeniga kelishdi. Hazreti İsa ularga: "Mana bularni ko'ryapsizlar. Bilib qo'yinglarki, bu yerdagi hamma narsa gumron qilindi. Hatto bir tal ul teshimi joyida qoldirilmaydi", dedi. Hazreti İsa Zeytun tig'ida o'ltirganda shogirdlari ostig'ina uning yeniga kelib: "Bizga ayting-chu, bu deganlaringiz qachon yuz beradi? Sizning va zamon oxirining kelishini bildiradigan qandoq bishoratlar bo'ladi?" deb so'rashdi. Hazrati İsa ularga mundaq javob qaytardi: "Boshqalarning ozdirishidan hoshyor bo'linglar. Chunki nurg'un kishilar mening nomimni setib, qutqizg'uchi Masih men bo'lman devilib, ko'p odamlarni ozdirdi. Sizlar urush xabarlari va urush shaplarini anglaysizlar. Bulardan olag'zodi bo'lib ketmanglar. Chunki bu ishlarning yuz berishi muqarrar. Lekin bu zaman oxiri yetib keldi deganlik emas. Bir millat yana bir millat bilan urush qiladi. Bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi. Nurg'un joylarda ocharchilik va yer tavlashlar yuz beradi. Mana bu ishlarning yuz berishi xuddi homildor ayolning tug'ilg'ining boshlanganiga o'xshaydi. U chaqda kishilar sizlarni tutib, azob oqibatga selib o'ltirdi. Manga ishonganinglar uchun butkul millatlar sizlardan nafratlanadi. U chaqda nurg'un kishilar e'tiqodidan tanidi. Bir-birini tutib berdi va bir-biriga o'chmanlik qiladi. Nurg'un soxta payg'ambarlar maydonga kelib, nurg'un kishilarni ozdirdi. Razilliklarning ko'pishi tufaylidan nurg'un kishilardagi mehr-muhabbat soviydi. Lekin oxirgacha bardoshlik berganlar jazman qutqiziladi. Xudoning podshohligi haqidagi bu xush xabarning barliq millatlarga anglitilishi uchun u butun dunyoga tarqatildi. Ondan zaman oxiri keldi. Daniel payg'ambar aytgan, yerginchlik vayron qilg'uvchining muqaddas joyda turganini ko'rganinglarda, kitobxonlar bu so'zning ma'nosini tushunsin. Yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin. O'g'zidagilar uydagi narsa keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmu chopinini eliverish uchun uyga qaytmay qechib ketsin. U kunlarda kechishi absiz bo'lgan homildor ayollar va bola emtadigan onalarning holiga voy. Kechishinglarning qish yoki dam olish kuniga to'g'ri kelib qolmasligi uchun duo qilinglar. Chunki u kunlardagi baloyi ofatlar dunyo opirdi bo'lgandan buyon ko'rilib boqmagan. Kelgusidimi ko'rilmaydi. U kunlar azaytilmasidi hech kim qutulolmaydi. Lekin Xudoning o'zi tanlaganlari uchun u kunlar azaytildi. Agar u chog'da birislarga qaranglar, qutqizg'uchi Masih bu yerda yoki Masih ana u yerda desa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar, soxta payg'ambarlar maydonga keladi. Agar mumkin bo'lsa-da, ular hatto Xudo tanlaganlarni cho'ng mo'jizlar va karomatlar bilan ozdirgan bo'ladi. Esinglarda bo'lsinki, men bularni aytish bilan sizlarni oldin ola ogohlantirib qo'ydim. Shuning uchun birislarga qaranglar, Masih cho'l bayavonda desa, bu yerga berib yurmanglar. Qaranglar, uyning ichida desa, ishonmanglar. Chunki inson o'g'lining kelishi sharqdan g'arbga yalt-yut qilib chaqqan chaqmoqdek bo'ladi. Quzg'unlarning to'planishi jasadning shu yerda ekanligini ko'rsatgandek, bu alomatlar men tilga olgan ishlarning yuz berishining muqarrar ekanligini ko'rsatdi. U baloyi ofatli kunlar o'tib ketgan hamon
quyosh qoriyib, oy yorug'liq bermas, yulduzlar osmondan to'kilib, osmon jismlari larziga kelar. U chaqda osmonda inson o'g'lining kelganligining alomatlari ko'rinadi. Yer yuzidagi butkul xalqlar yig'izor qilishidi. Ular inson o'g'lining kuch-qudrat va ulug' shon-sharaf bilan ko'kdagi bulutlar ustida kelayotganligini ko'rdi. U farishtalarni jaronliq bir qanoy sadosi bilan avatib, ular orqali o'zi tanlagan kishilarni osmonning bir chetidan yana bir chetigacha dunyoning to'rt bulungidan yig'ib bir yerga jam qildi. Anjur darig'idan savoq elish. Uning shoxlari ko'kirib, yangi yupurmoq chiqarganda yozning kelishiga oz qolganligini bilasizlar. Xuddi shuningdek, men boya degan alomatlarni ko'rganinglarda, Xudoning podshohligining ishik oldida, ya'ni namoyon bo'lish oldida turayotganligini bilinglar. Shuni bilib qo'yinglarki, mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib, bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi. Osmon zemin yo'qoladi. Biroq mening so'zlarim yo'qolmay, mangu inovatlik bo'ladi. Bu ishlarning yuz beradigan vaqt soatiga kelsak, buni otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Ne erishdiki farishtalari, ne o'g'li bilmaydi. Nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li qaytib kelgandimi, shundoq bo'ladi. Nuh to'pon kelishdan ilgari kemiga o'tirgan kungacha shu zamonning kishilari bahramon yeb ichib, o'ylik o'choqliq bo'lib kelgan edi. Tuyuqsiz kelgan to'pon kemiga tushmaganlarning hammasini g'arq qiluvchi kishilar bu ishning o'z beshiga kelishidan xabarsiz bo'lganga o'xshash, inson o'g'lining qaytib kelishimi shundoq bo'ladi. U kuni etizda ishlayotgan ikki kishidan biri qoldirilib, yana biri arishga ilib ketildi. Tugman teshi bilan un tatiyotgan ikki ayolning biri qoldirilib, yana biri arishga ilib ketildi. Shuning uchun hoşyar bo'linglar. Chunki Rabbinglar qaytib keladigan kunni bilmaysizlar. Lekin shuni bilinglarki, agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon keldiganligini bilsa, qarab turib, o'g'rining uyga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi, albatta. Shuningga o'xshash, sizlarmu har doim tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi. Kim ishonchlik va zirak chaqar bo'lsa, xo'jayin uni boshqa chaqarlari ustidan ko'zitib, xo'jayinning oziq-tuligini ularga vaqti-vaqtida taqsim qilib berishga qo'ydi. Xo'jayin safardan qaytib kelib, chaqirining shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa, bu chaqarning baxti. Bilib qo'yinglarki, xo'jayin uni butun tavliqotini boshqarishga qo'ydi. Lekin agar chaqar ko'ngliga yomon g'araz pukib, xo'jayinim kechib qaytib keldi-g'u deb boshqa chaqarlarga nochilik qilsa va ulpatlari bilan billa yeb ichib mast bo'lib yursa, xo'jayin kutilmagan bir kuni, o'ylamgan bir vaqtda qaytib kelib, uni urib, chol o'lik qilib, soxtipazlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi. Natijada chaqar hasratda yig'lab, tishlarini g'uchur